Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Active Cargo darslariga xush kelibsiz. Biz Active Cargoda Taobao, Pinduoduo va qolaversa o'zimizni sistemamiz haqidagi darslarni qilishni boshladik. Birinchi darsda Taobao bilan tanishib chiqamiz. Taobao programmasi qanday programma? Demak, Taobao programmasi bu juda ko'pchilik biladigan AliExpress'ning xitoycha versiyasi. AliExpress va Taobao programmalarining egasi Alibaba Group hisoblanadi. Ikkalasi ham o'sha bitta kompaniyaga, Jack Maga tegishli. Mana shu Taobao programmasi Xitoy uchun yaratilgan, AliExpress esa boshqa butun dunyodagi boshqa davlatlar uchun yaratilgan. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, Taobao programmasi AliExpress'dan ham arzonroq va Xitoyning o'zining aholisi uchun yaratilganligi uchun Xitoyning ichida yetkazib berish ham tezroq va ko'plab boshqa qulayliklarga ega. Taobao programmasidan O'zbekistonga Active Cargo biz orqali bemalol buyurtmalar qilib yuklaringizni olib keltirishingiz mumkin. Buning uchun siz ba'zi kerakli narsalarni o'rganib olishingiz kerak va shu maqsadda biz mana shu darslarni boshladik. Keyingi darslarda biz batafsil Taobaoni ketma-ket sizga o'rgatamiz va undan keyingi bo'limimizda biz Pinduoduo haqida ham video darsliklar tayyorlaymiz.